Barchaga salom. Demak do'stlar, ushbu o'yimizda Solcoin sayti haqida gaplashib o'tamiz. Ya'niki, Solana kriptovalyutasini ishlash haqida. Va bu saytimizda ham biz sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin har soatlik tekin bonuslarini olish orqali. Birinchi navbatda bu saytimizdan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tish uchun ham, kirish uchun ham shunchaki pastdagi Continue with Google degan tugmani bosib, o'zimizni biron bir gmailimizni tanlab, osongina hisobimizga kirib olishimiz mumkin. Gmailimizni tanladik va pastda продолжить tugmasini bosamiz. Shu tarzda hisobimizga kirib olamiz, ya'niki ro'yxatdan o'tib olamiz. Birinchi depozit qiladigan bo'lsak, bizga 1.2 blok berilar ekan. Close tugmasini bosamiz va bizda soatlik bonusimiz bor. Hozir biz ushbu bo'limdamiz va biroz pastga tushadigan bo'lsak, ushbu bonusni olishimiz mumkin. Demak, soatiga biz 0.5 bir Solana ishlar ekanmiz. Claim now tugmasini bosadigan bo'lsak, ushbu Solanalar bizni yuqoridagi balansimizga qo'shiladi. Demak, bunda o'yinlar mavjud. Ushbu o'yinlarni o'ynash orqali biz blok yig'ishimiz mumkin va pullarimizni ham biroz ko'paytirib olishimiz ham mumkin bo'ladi. Yana faucet bo'limiga o'tib olamiz. Endi bonus faucet degani tekin 10 marta foydalanish imkoni berilgan. Ushbu joyda biz 10 marta play roll tugmasini bosib, ushbu mukofotlarni olishimiz mumkin bo'ladi. o'n marta olamiz. Yutuqlar tushgan songa qarab turlicha bo'lishi mumkin. Kattaroq yutuq chiqishi ham mumkin. Bu albatta omadga bog'liq. Shu bilan 10 marta imkoniyatimizdan foydalanib bo'ldik. Va endi qo'shimcha ma'lumot sifatida yana hourly faucetga o'tamiz. Biz 0.5 Solanani оборот qiladigan bo'lsak, o'yinlarni o'ynash orqali bizga bir blok berilar ekan. Ya'niki blok qancha ko'p bo'lsa, hozir bizda blok yo'q, 0 bo'lib turibdi. Ya'ni qancha ko'p blok yig'adigan bo'lsak, biz shuncha ko'proq soatlik bonus olishimiz mumkin bo'ladi. Buni tekshirish uchun pastda ushbu joyda undovchani ustiga bosamiz va kalkulyator chiqadi. Bizda misol 1 blok bo'ladigan bo'lsa, calculate tugmasini bosamiz. Soatiga biz 0. Hozirgi holatimizda 100 Solanani kichik bo'lagini ishlayotgan bo'lsak, agar 1 blok bo'ladigan bo'lsa, har soatda 500 olar ekanmiz. Ya'niki 5 barobarga bizni soatlik daromadimiz oshadi ekan. Shuning uchun ko'proq blok yig'adigan bo'lsangiz, sizga foyda bo'ladi. Yuqorida menuni ochamiz va ikkinchi bo'lim games bo'limi, ushbu joyda o'yinlarni o'ynab blok yig'ishimiz mumkin, оборот qilishimiz mumkin yoki nima desa bo'ladi? Omadingiz keladigan bo'lsa, shu kichik summani ham ko'proq summaga aylantirib olishingiz ham mumkin. Undan keyingisi marketplace degani, ushbu joyda biz ushbu bloklarni sotishimiz ham mumkin, sotib olishimiz ham mumkin. Sotib olish cheklanmagan, minimalkasi ham yo'q. Lekin siz sotish uchun minimum 50 blok bo'lishi kerak sizda sotish uchun. Demak, 50 blogingiz bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol sota olasiz. Hozirda esa sotib bo'lmaydi. Undan keyingisi depozit bo'limi. Demak, depozit bo'limida biz ushbu saytga pul kiritishimiz mumkin. Buning uchun pastroq tushadigan bo'lsak, bizni Solana manzilimiz beriladi. Ushbu manzilni kopировать qilib olib, Binance yoki boshqa kripto hamyondan pul o'tkazish mumkin bo'ladi. Lekin depozit qilishni maslahat bermayman. Depozit qilmasdan sarmoyasiz ham ishlash mumkin. Shuning uchun iloji boricha sarmoyasiz ishlashga harakat qilgan ma'qul. Bu saytlarimizda faqatgina pul yutilmaydi, faqatgina pul ishlanmaydi. Bu o'yinlarda stavkali o'yinlar, ya'niki tavakkal o'yinlar. Bunda agar siz tushunchangiz bo'lmasa, yangi foydalanuvchi yangi pul ishlashga qadam qo'ygan bo'lsangiz, bu o'yinlarda yutqizish ehtimoli ham bor. Ya'niki yutqizish ehtimoli ko'proq desak ham bo'ladi. Shuning uchun pul kiritib, tavakkal qilib ushbu o'yinlarni o'ynashni maslahat bermayman. Keyingisi pul chiqarish uchun biz withdraw degan bo'limga o'tamiz. Ushbu withdraw bo'limida biroz pastga tushadigan bo'lsak, bizda adres yozilishi kerak. Solana adresimizni Binance yoki boshqa bir kripto hamyondan olib,
ushbu joyga joylaymiz va pastga summa yozishimiz kerak. Minimum 0,100 salana bo'ladigan bo'lsa chiqarib olishingiz mumkin. Komissiyasi unchalik ko'p emas, 0,401 salana komissiyaga ketar ekan va pastdagi Withdraw tugmasini bossangiz pullaringiz bir qancha soniyalarda hisobingizga kelib tushadi. Undan tashqari biroz pastga tushadigan bo'lsak, Payouts degan bo'lim meniki ushbu joyda istoriyalar ko'rinadi, kim qancha pul chiqarib olayotganini. Oxirgi chiqarilgani 0,01 salana chiqarib olingan ekan. Bu saytlarimiz pulni to'lab beradi, pul to'lamaydigan darajadagi saytlar emas. Shuning uchun ishonchingiz komil bo'lib, bemalol ishlasangiz ham bo'ladi. Va bizga kerak bo'ladigan yana bir bo'lim Affiliates bo'limi, ya'niki siz ushbu joyda o'zingizni havolangizni olib, do'stlaringizni taklif qilib, do'stlaringizdan ham ma'lum bir qo'shimcha daromadga ega bo'lishingiz mumkin. Ya'niki Faucet oladigan bo'lsa, boyagi soatlik bonusidan sizga ham 30% keladi. O'yin o'ynaydigan bo'lsa 0,4%, vazifa bajaradigan bo'lsa 5%, Marketplace ya'niki sotsa sizga 5% bonus berilar ekan. Komissiya mana bu joyda men hozir 100% qilib qo'yadigan bo'lsam, siz meni referalim bo'lib kiradigan bo'lsangiz, siz o'zingiz ishlagan pullaringiz menga foizda kelmaydi. Ya'niki hammasi to'laligicha o'zingizga qaytib bonus bo'lib qo'shiladi. Shu bilan hamma kerakli bo'limni tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video tushunarli va aniq bo'ldi degan umiddaman. Albatta videoga bitta like hamda kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.